Barchangizga salom obunachilar, sizlar bilan har doimgidek men Aircraft. Bugungi videomizda Minecraft Safir Zbork o'yinimizda bo'ldi. Xullas 150 ta obunachiga erishibmiz. Наконец-то 150 ta obunachi bo'libmiz. What? Bu video qo'yilayotgan payti 150 ta obunachidan o'tgan bo'ladi. Chunki bu video ancha kech qo'yiladi. Hozir olayotganim bilan ancha kech qo'yaman. Где-то bir 2-3 kunlardan so'ng qo'yaman. Уже 155 ta obunachi. Men oxirgi marta ko'rganda 155 ta edi. Xudo xolasa 200 tani ham, 300 tani ham 200-300 obunachilarda stream qilib yuboramiz. Bunaqa video qilib o'tirmaymiz. Birato'la stream qilib yuboramiz. Buning uchun albatta maksimal поддержкада bo'lishlaring kerak. Boshlanishiga kerakli bo'lmagan modlarni ham qo'shib oldim. Keyinchalik o'sha Safirni to'liq terib olaman. Oddiy o'zimizga kerak bo'lgan modlarni. Bu yerda hozir kerak bo'lmagan modlar ham bor. Qani bo'lmasa davom etamiz. Aytgandek, bu kanalda aktivini yetarli darajada ko'tarsak, men ikkinchi kanalimni ham bu kanalga ulab qo'yaman. Ikkinchi kanalim kuzatuvchilari biladi bu kanalimni. To'liq ma'lumotga ega emas, ammo biladi. Qanchadir foizini biladi. Men endi bu kanalimni ham, xullas u kanalimni bu kanalga ulayman men. Ya'ni bunda qanaqa video chiqsa, unda ham shunaqa video chiqadi. Bu qandaydir zdaniya paydo bo'libdi bu yerda. Qanday kirishi buni? Xo'sh, bo'lmasa davom etamiz. Bu yerda nimalar bor? Вот здесь bu вот chart emas mayli. Bu bo'ldi. Buni ham olamiz mayli. What? Diamond. Da, yaxshi, уже bizada diamond bor. Nether bor. Уже o'yinni boshlanishi. Shuncha narsa berishdi. Video chiqqandan keyin ancha vaqt o'tib chiqadi. Javonimiz bo'lgasi, lekin baribir chiqadi. Ammo bu yerda tenglar. Xo'sh, bo'lmasa sekin yo'lga tushib olaylikchi. Qani bu tomonga qarab ozgina yuramiz. Nima deb o'ylaysiz? Qani tushaymi? Mayli, keyin ochamiz. Yana bitta struktura, bu yaxshi. More struktura modi men o'ylagandan ancha kuchliroq ekan. Desam, bu qanaqadir lanch struktura. Buni nima qilaman?
Tajib foydali qazilmalari ham yo'q buni. Bu cheksiz suv, cheksiz lav. Cheksiz suvni paydo qilishsan-ki. Cheksiz lava uchun ancha kerak narsa bu. Xo'sh, yo'l davom etamiz. Nima uchun hech narsa qazmayapti, olmayapsiz? What the hell, bro? Nahotki? Yo'q, kitob beribdi qandaydir. Bunisi ham bormi? Bilmaganlar uchun men hali bu haqida video chiqarmaganman. Xullas, minerda o'zini yasash uchun bu boyagimi? Minerda o'zini yasash uchun dona diamond kerak. Diamond deb o'ylagandim, ammo safarimiz uzoq bo'ladiganga o'xshaydi. Albatta bosh kiyim kiyib olish kerak. Xo'sh, tomonga qarab ozgina yuramiz bo'lmasa. Men вообще o'ylamagandim, o'sha o'yinni boshidan shuncha narsa topaman deb. Yo, bro. Ko'ramiz, agar toza hech narsa topolmay qolsak, mana shunaqa orolchalarda bo'lsa ham yashab qolishga harakat qilamiz. Eng muhimi bizga yotoq kerak. Idealniy narsa, masalan, bizga hozir izimrud kerak juda ham. Uning uchun koperni bunaqa eritib bersak, bizga izimrud beradi.
Bu faqat diamond bermas ekan. Diamond beradiganini ham hali topamiz. Ungacha biz mana shu yerda rivojlanib olamiz hozirda o'zida. Birinchi qismda uy qurmayman men albatta, chunki bilasizlar, oddiy Minecraftda ham birinchi qism turib 20-qismida ham uy qurmayman men. Endi keyingi qismlarda bilmadim, но hozir вообще uy qurmayman men. Bizga hozir izumrud kerak bo'lganligi uchun mana shu bratanga ozgina narsa sotamiz. Tak, nima bor? Yog'och bor, pishirib beraver. 12 tamida nechta edi bro? 12 bo'ldi. 12 edi. Ungacha to'g'ri. Ham bo'lmasa biz bitta qazib shunday bu mod nima beradi deganlar uchun bu mod ikkinchi qo'lga fakel qo'yib beradi. Ketgan jon tugaguncha negadir juda qotyapti. Eng muhimi bizga yotoq kerak. Yotoqni ham hali hallab tashlaymiz, uncha problema narsa emas. Bo'lmay qolganda kechda boshqacha yo'llar bilan o'tkazib tashlaymiz. Mana bular ham albatta kerak. Bo'ldi, farqi yo'q, 50 ta bo'lsa ham bo'laveradi. Bizda oshiqcha blok bo'lsa ham bunday qo'yaveramiz, chunki hozir bizga ancha-muncha kerak bo'ladi. Hoppa, bo'ldi, okey, chiqib oldim. Menimcha pishgan bo'lsa, agar men sira savdo qilaveraman. Barchasi pishgan bo'lsa, yo'q, hali hammasi pishmabdi, hammasi pishaversin. Uncha biz tepaga chiqib beramiz. Tak, bitta sunduqcha ham yasab qo'yishimiz kerak. Endi sunduqcha harakatini qilamiz. Birinchi navbatda rudalarni bu yerga tiqib qo'yamiz. Kirka.
Yeah. What the hell, bro? Yo'q. Nima bo'lyapti? Bunaqa emasda endi Minecraft. Shu yerga kelganda negadir Minecraft men bilan hazillashyapti, o'yin qilyapti. Tak, bizada 12 ta bor va biz 12 ta izini o'tkazmoqchi bo'lamiz buni. Albatta juda ham yaxshi bo'ldi hozir. Xo'sh, o'zbek izini qilasiz deganlar. Mana qo'yib chiqaman. Hell, bro. Da qanaydir animatsiya modi bor. Baribir yeta ololmasa biz hozir mana bundan yana nimalar qilmoqchimizni ko'ramiz. Izumrudga oltin olma shart emas. Bizga yana shunaqasi kerak, chunki bunaqalarda mana har zamonda ikki xil rangli koalga, ya'ni ko'mirga ikkita diamant beradigani bor. 32 ta oddiy koal bilan keyin daraxtni eritib pishiriladigan koaldan normal narsa beradiganlari bor. Shularda tez orada normal narsaga almashtirib olsak kerak. Chunki bundagi boyagi koal ikkita koalga, 32 ta koalga diamond beradi. Bizada diamond bor. Bizada diamond bor. Yana nima kerak deganlari uchun bizga waypoint mexanizmi uchun ham diamond kerak bo'ladi. Bir haftalarda yetib keladi. 20 bitta noni bormi meni? What the hell? Skeletdan ehtiyoj bo'lish kerak lekin degandan mayli, non isrof bo'ldi, boshqa narsa. Tak, biza qaysi tomondan kelgandik? Esimiz.
nimagadir sukunat bilan o'ynash qandaydir g'alatiday tuyulib qoldi, chunki men Minecraft anchadan beri sheriklar bilan o'ynab kelyapman. Shuning uchun qandaydir oz sukunat bo'lib qolganiga vashshe g'alati tuyulyapti menga. Tak, undan tashqari bizada mana bu yerdagi qor yo'q edi-ku, nima qilyapti bu yerda qor? Endi tong otguncha nimalardir qilib turamiz, a? Video ham 22 minut bo'lib qolibdi. Da, bo'lmasa shu yerda sekin tugataveramiz, a? Mayli, to'xtanglar, narsa qilishga qaror qildim. Bilganlar va bilmaganlar uchun, bilganlar va bilmaganlar barcha uchun bir blokdan qazisa neto bo'ladi deydi. Bizda mana shu neto bo'ladimi yo'qmi? Ya'ni tushganda g'orga tushib ketish mumkinmi yo'qmi, shuni tekshirib ko'ramiz deb gapirganimga ishonmanglar. Biza просто kon qaziymiz hozir temir topish uchun. Temir topganimizdan so'ng esa biza boshqa yana rudalarga harakat qilamiz. Где-то bugungi videomizga где-то 4 minut 44 minut bo'ladi. 4 minut deyapman. Ozgina loy tosh blok oldik-da, endi suramiz bu yerda. Xo'sh. Mana shu tomonlarga qarab ketaveramiz. O'zi bu yerga boyagi izumrudni olgani to'xtagandik. Undan keyin qandaydir orolcha ko'rinib qoldi. Xullas shunaqa narsalar bo'ldi-da, ayni hozir qolib ketdik ancha kechgacha. Bo'lmasa davom etamiz, a? O'zimizda oddiy zombi chiqdi. Jitel bro. Izumrud, voy, bu shuncha narsani tashlab ketyapmiz. Просто tashlab ketyapmiz. Просто qaranglar, qo'lda izumrud turibdi-da. Balki ichida nimadir bordir. Men bitta video ko'rganimda nimadir chiqqandi. Balki ostda chiqib qolar. Yo'volla, xullas videoni boshqatdan zapis qilyapman. Boyagi 25 minut o'tgandan keyin xullas video o'chib qolibdi. Men ahamiyat bermasdan gapiraveribman. Где-то video o'chgandan keyin ham bir 15 minutlar gapirganman men. O'sha joylari yo'q. U joyda men jang qildim ozgina. Men o'sha joyga hozir borib ko'rsaman. Qilich orada sinib ketdi. Yana bitta qilich olsam, keyin unisi ham sindi. 2-3 ta qilichlarni sindirib yubordim men bu jang oralig'ida. Просто yo'q bo'lib ketibdi. Ahamiyat bermabman, qaramabman. Zapis bo'lyaptimi yo'qmi deb qaramabman. U o'chib qolgan ekan. Xullas biz qaysi tomonda jang qildik? Mana shu tomonda biz jang qildik. Boyagi
qala bor ekan, bu nima piramida bor ekan. Piramidani ichidan jodugar chiqadi, kuchli darajadagi jodugar chiqadi. U avvalgi oddiy jodugarlardan ancha-muncha kuchli. Undan tashqari ancha-muncha jun bosib oldim. Tomonlarda qo'y ko'p ekan. Jun bosib oldim. Bitta yotog'i ham bor edi. 4 tomonda 4 ta yotoq turadi. O'sha yotoqlarni olmoqchi edim. 4 ta jitil, 4 ta yotoq turadi-da. O'shalarni olmoqchi edim, olmadim. Birinchi sababi orqamdan o'q ko'p uzib turganligi uchun ololmadim. Ikkinchi sababi baribir kerak emas, chunki vul olib bo'lganman men. Ya'ni jun. Shuning uchun olmadim. Mana shu tomonlarda edi. Va u meni o'ldirib yubordi va men spawnerga yana qaytdim. Qaytib turib, endi videoni o'chiraman deb tursam, qarasam video o'chib bo'lgan ekan u. Shuncha vaqt men kimga gapirdim deb turdim. Voy. Qani edi u? Juda chiqmadi. Borgandan riski bitta xaritani ochib olish kerak ekanda. Undan tashqari Waypointmidi nima edi? Waystone ekan. Waystone topdim. O'shani ichida har bitta sundugidan nechtadan chiqar ekan, o'shani oldim men. Mana shu yerda adashmasam bitta temir bo'ladi. Yo'q, bunda yo'q ekan. Xullas, keyingi videogacha albatta o'sha joyiga yana qaytib boramiz. Mana qo'ychalardan junlarni yig'ib oldim. Xo'sh, bularni yotog'ini ichida oltin diamond olaylik birinchi navbatda. Keyin gaplashamiz sizlarga. Qol. Temir. Looting. Shit. Bo'ldi bolalar, bizda 6 ta diamond bo'ldi. Xullas, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qismda men o'sha boyagi joyni ko'rsataman. Men aytgan joyimda ko'rsataman. Bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu video o'z nihoyasiga yetdi. Xullas, bo'pti.